o'zi konservatoriyada ko'rishim bilan sizni qo'lingizga mikrofon tutqazib qo'yaman degandim ustoz. Anchadan beri ishlamayapman. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi suhbatimizni mehmonni bizni kuzatayotgan aksariyat tomoshabinlar yaqindan tansalar ajab emas albatta. O'zbekiston Davlat konservatoriyasi milliy cholg'ular sohasida ilmiy izlanishlarida yetakchilaridan biri desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. Ustozning ilmiy merosi nafaqat zamonaviy musiqashunoslikda, balki ijrochilik va pedagogik uslubiyotida ham sezilarli darajada oshib bormoqda. Aynan hozirgi paytda ustozimiz professor Ozoda Tashmatova bilan bo'ladilar. Ustozimiz hozirgi paytgacha milliy musiqaning ilmiy, tahliliy va ijodiy rivojlanishiga xizmat qilib kelmoqda. Shu bilan birga bir necha xorijiy mamlakatlarda o'zbek milliy musiqasi va san'atini tirik namuna sifatida taqdim etib, xalq cholg'ulari ijrochiligining dunyo miqyosidagi obro'sini oshirib kelmoqda. Aynan bugungi suhbatimizda ustoz bilan sohaga doir bo'lgan bir qator muhim va dolzarb masalalar xususida gaplashamiz ustoz bilan. Ustoz vaqtdan unumli foydalangan holatda aynan ijozatingiz bilan suhbatni boshlagan holatda dastlabki savol bilan murojaat qilmoqchiman. Aynan hozirgi paytda milliy cholg'ular ilmiy tadqiqotlarida modernizatsiya va rekonstruksiya, hozirgi paytda aynan modifikatsiya atamasi qo'llanilmoqda. Aynan mana shu jarayonlarni qo'llashdagi asosiy tamoyillaringiz nimadan iborat? Assalomu alaykum. Avvalambor sizlar bilan shu atamalarni tasvirlash uchun ozgina tarixga qaytishimga, ya'ni tarixdan boshlashimga to'g'ri keladi. Hammangizga ma'lumki, 1927-yili Toshkent radio qo'mitasi huzurida Yunus Rajabiy rahbarligida 12 kishidan iborat bo'lgan o'zbek xalq cholg'ulari ansambli tashkil etildi. Ma'lumki, sizlarga cholg'ular avvallari sahnada ijro etilmagan, kichkina xonalarda ijro etilgan. O'shaning uchun Yunus Rajabiy birinchilardan bo'lib mana shu ansamblni tuzib, uni katta xonalarda sahnalarga olib chiqqandan keyin albatta cholg'ularda kamchiliklar sezilarli darajada namoyon bo'lgan. Bular nimalardan iborat bo'lgan? Ular birinchidan cholg'ularning tovushi pastligi hamda ovoz ko'lamining kichikligidan iborat edi. Va o'sha davrda Yunus Rajabiy o'zining nima deydi, zamondoshi usta Usmon Zufarovga murojaat bilan chiqadi hamda cholg'ularni bas ovoz tarovatiga ega bo'lganlarini yaratib berish kerakligini iltimos qiladi. Va asta-sekin o'sha paytda mana shu ansamblda faoliyat olib borayotgan xalq hofizlari Shorahim Shoumarov, sozandalar Matyusuf Harratov, usta Ro'zmatxon Isaboyev va sozgar usta Usmon Zufarovlar bu ishga jadallik bilan kirishadilar. Va ular mana shu cholg'ularni usta Usmon Zufarov ayniqsa jonbozlik ko'rsatadi, chunki dutor va ruboblarni, tamburlarni, g'ijjaylarni, katta dutor, katta tambur, katta g'ijjaylarni yaratishga musharraf bo'ladilar. Shuning bilan birga ovoz tarovatini kuchaytirish uchun dutor va tamburlarning kosaxonasida qoppog'ini tagiga ikki tomondan 3 qatordan torlarni taqib va qoppog'ini yopishtirishga muyassar bo'ladi. Bu ham aynan mana shu cholg'ularda ijro etganda boyagi qopqoq tagidagi torlar aks sado vazifasini bajarish orqali qisman bo'lsa-da ovoz tarovatini kuchaytirishga harakat qilgan. Va usta Usmon Zufarov g'ijjayning kosaxonasini orqasiga hamda tamburni bosh qismiga yog'och karnaylar o'rnatgan. Va ijro etish jarayonida mana shu yog'och karnaylar ham cholg'ularning ovoz tarovatini kuchaytirishga oz bo'lsa-da o'z hissasini qo'shadi degan maqsadda o'zlarining ilk tajribalarini olib borganlar. Shuningdek, Matyusuf Harratov o'zlari changchi bo'lganligi sababli changning yuqori qismiga qo'shimcha torlar taqib, changning diapazonini kengaytirishga harakat qilgan. Ro'zmatxon Isaboyev esa ovoz tarovatini kuchaytirish uchun changni torlarini 3 tadan emas, balki 4 tadan torlar taqib, ularni ham amaliyotda sinovdan o'tkazganlar. Shorahim Shoumarov esa g'ijjaylarning kosaxonasini turli xomashyolardan, qovoqdan, misdan, kokos yong'og'idan va yog'ochdan ishlab chiqqanlar va ularni zalda, sahna ortida bitta mahoratli sozandalar orqali bitta mahoratli sozanda uni ijro etgan va zalda o'tirganlar esa hech kim ularni familiyasini, ustasi kim, ijrochi kim etilmagan, faqat raqamlar bo'yicha amaliyotda sinovdan o'tkazilgan. Va zalda o'tirgan ekspertlar esa raqamlarni aytib, mana shu cholg'ular maqsadga muvofiq bo'lardi degan fikrlarni bildirganlar va birinchi tajribadan so'ng yog'ochdan ishlangan kosaxonali g'ijjak maqsadga muvofiq deb tanlashgan va keyinchalik ular ikkinchi tajribani ham amalga oshirishgan. Ikkinchi tajribada esa aynan yog'ochdan kosaxona shaklini qanday ko'rinishda yasalgani maqsadga muvofiq deb 8 qirrali skripkasimon 8 raqamiga o'xshagan
cho'zinchoq orqasida quyosh tasviri tushirilgan va hokazo 60 turdagi cholg'ularni yaratganlar va xuddi shu birinchi o'tkazilgan tajribaga o'xshatib sinovdan o'tkazilgandan keyin hozirgi kunda amaliyotda qo'llanilayotgan yarim shar shaklidagi g'ijjak maqsadga muvofiq deb tanlangan. Shu tariqa ilk g'oya asoschilari o'zlarini maqsad va vazifalarini amalga oshirganlar. So'ngra 30-yillarning o'rtalari oxirlarida birinchi bo'lib nota orqali ijro etadigan orkestr Ashot Ivanovich Petrosyan zimmasiga yuklatilgan va bularning maqsadlari esa ko'p ovozli ansambl va orkestrlarni tuzish edi. Buning uchun birinchidan orkestr tuzishdan avval Petrosyan aynan cholg'ularni oilasini yaratish kerakligini, ya'ni o'sha fortepianolarda mana shu ko'lamdagi cholg'ularni hammasini fortepiano tovush qatorini qamrab oladigan cholg'ularni yaratishga harakat qilishgan. Shu bilan naylada bitta tovushga, ya'ni la tovushiga sozlashga moslashtirilgan bo'lsa, changlarni ham pikolkasini, prima, alt, tenor, bas ovoz tarovatiga ega bo'lgan changlarni oilasini yaratganlar. Ruboblarni ham oilasini, dutorlarni ham oilasini va g'ijjaylarni oilasini xuddi shu tarzda yaratganlar va shu orqali ular modernizatsiya so'zi ishlatilgan, chunki har bir davrda davr talabi, ya'ni davr talabiga mos bo'lgan. 20-30-yillarda boshqacha bo'lsa, 30-40-yillarda davr talabi boshqacha bo'lgan. Ya'ni davr talabidan kelib chiqqan holda ko'p ovozli orkestrni shakllantirishga o'z hissasini qo'shgan. Bunda albatta Petrosyansga bir qator ustalar hamkorlik qilgan va hamkorlikda ular mana shu ishlarni amalga oshirganlar va birinchi bo'lib 1938-yillarda g'ijjaklarning oilasini qo'shgan tarzda orkestr shakllantirilgan va asta-sekin boshqa cholg'ularning ham oilalari qo'shilgan. Va 1957-yilda boyagi Yunus Rajabiy shakllantirgan 12 kishilik ansambl bora-bora tarkibi kengayib, ijro repertuari kengayib, rostmana 1957-yilda esa bu radio qoshidagi orkestrning shakllanishiga, keyinchalik Dona Zokirov nomidagi orkestrning shakllanishiga sabab bo'ldi. Va vaqt o'tishi bilan bilasiz, o'sha paytlarda Yunus Rajabiy ham san'at darg'alari uchun cholg'ularni moslashtirgan va davr talabiga moslashtirgan. Petrosyan davrida ham asosan san'at darg'alari va eng kichik yoshdagilari konservatoriyani talabalari bo'lgan. Ma'lumingizki, 2022-yilda 2-fevralda prezidentimiz tomonidan Shavkat Miromonovich tomonidan albatta bilasiz 112-qaror farmon qabul qilindi, tasdiqlandi va farmonda yozilgan. Nafaqat bolalar musiqa va san'at maktablari, balki umumta'lim maktablarida tahsil olayotgan o'quvchilar ham 7 turdagi milliy cholg'ulardan kamida bittasida kuy ijro etish ko'nikmasiga ega bo'lishi kerak va bu haqda ularning shahodatnomasiga qayd kiritishi kerak, lozim deyilgan so'zlar yozilgan. Va shunga asoslangan holda avvallari o'zbek xalq cholg'ularida ijrochilik uchun, ya'ni ijro etishni o'rganish uchun o'quvchilar 5-chi, 6-chi, 7-chi sinflardan kelishsa, hozirgi kunda ular 1-sinfdan boshlab o'zbek xalq cholg'ularida ijro etishga qiziqish bildirishmoqda. Mana shu qarorni va o'quvchilarni qiziqishini inobatga olgan holda shaxsan men o'zim ustalar bilan birgalikda o'sha O'zbekiston Davlat konservatoriyasi Milliy cholg'u ilmiy ishlab chiqarish eksperimental laboratoriyasi ustaxonasida ustalar bilan birgalikda bolalar musiqa va san'at maktabi o'quvchilari hamda talabalar va professional sozandalarga bir qancha cholg'ularni modifikatsiyalashtirishga erishdik. Ya'ni modifikatsiyalashtirish termini bu modernizatsiyalashtirilgan cholg'ularning, ya'ni amaliyotda qo'llanilgan cholg'ularning boshqa turi. Bu cholg'ular aynan o'quvchilarni gavdasidan kelib chiqqan holda ishlangan. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, talabalar va professional sozandalar uchun ishlab chiqarilgan dutorlarda maktab o'quvchilari chaladigan bo'lsa, ular gavdalarini qiyshaytirgan holda, mana shunaqa holatda qo'llari dastalaga yetmasdan stulni oltidan bir qismiga o'zlari o'tirib, ikkinchi qismiga dutor kosaxonasini tirab qo'ygan holda xuddi ninani ustida o'tirgandek holatda ijro etishardi. Bu albatta o'quvchilarni ijro ko'nikmasining rivojlanishiga, o'zidagi bor iqtidorini namoyon etishga to'sqinlik qilardi. Mana shu kamchiliklarni inobatga olgan holda biz o'quvchilar uchun 1-sinf, 1-3 sinf o'quvchilari agar gavdasi kichkina bo'lsa 5-sinfgacha bemalol qo'llashi mumkin bo'lgan bolalar an'anaviy dutorini
3-5 sinf o'quvchilari uchun Qashqar rubobi, Qashqar konsert rubobi hamda dutorbas cholg'ularni modifikatsiyalashtirishga erishdik. Shuningdek, talabalar uchun ham 2 turdagi rubob prima cholg'usi, konsert rubobi va afg'on rubobini modifikatsiyalashtirdik. Nimaga endi boya aytgan bo'lishingiz mumkin, o'zingizni gapingizga o'zingiz qarshi chiqyapsiz. Chunki o'quvchilarni bu dastan kelib chiqib biz o'quvchilarga yaratgan bo'lsak, hozirgi kunda amaliyotda qo'llanilayotgan cholg'ularni o'zi ham davr talabiga javob bermay qoldi. Chunki borgan sari murakkablashgan asarlar hamda xorijiy Yevropa kompozitorlarining klassik asarlarini ijro etish imkoniyati yo'q cholg'ularda. Imkoniyat yetishmasligi sababli biz aynan o'zim ham afg'on rubobda qachonlardir chalganman, konservatoriyani bitirganman va afg'on rubobni yaxshi bilganim uchun o'quvchilar mana shu bosh barmog'i dastida ushlagan holatda tayanch vazifasini bajarish kerak, lekin yuqori registrda o'ng oyog'ini chap oyog'ini ustiga qo'yib o'tirgan holatda chalsa ham, xolasa xolamasa qiyshayib mana shu yuqori ikkinchi kosaxonasiga, chunki bilasiz afg'on rubobida shakli umuman boshqa cholg'ularga o'xshamaydi, o'ziga xos xususiyatga ega. Mana shu ikkinchi kosaxonasini yoniga barmoqlar yetishi uchun bosh barmoqni ham pastga tushirib egilgan holatda chalishga to'g'ri kelardi va bunda bosh barmoq tayanch vazifasini bajarmagandan keyin albatta qolgan barmoqlarda kuch pasayib boradi, susayib boradi va mohirona asarlarni ijro etganda falsh aniq emas falsh tovushlar, ya'ni nima deydi, mohirona asarlarni ijro etish imkoniyatlari ham buziladi hamda falsh ovozlar eshitiladi. Shuning uchun o'qituvchilar hozirgi kunda nima qiladi? O'sha mohirona asarlar yozilgan bo'lsa, uni aynan avj qismiga kelgan paytda yuqori registrda emas, balkim bir oktava pastga tushirib ijro etishga to'g'ri kelayotganida, mana shu kamchiliklarni bartaraf etish uchun biz afg'on rubobini ham modifikatsiyalashtirilgan turlarini yaratdik. Konsert rubobimizni aytsak, mana hozirgi kunda avvallari faqat xonaki sharoitda, xonalarda ijro etilgan bo'lsa, hozirgi kunda davr talabi ochiq havolarda, katta sahnalarda, ko'chalarda ijro etishga to'g'ri kelyapti. Bu konsert rubobi aynan qishning 4 ta faslida yomg'ir qor bo'lishiga qaramasdan qishin yozin ochiq va yopiq sahnalarda bemalol ijro etsa sozi buzilmaydi. Afzallik tomonlari o'shandan iborat. O'shaning uchun mana shu cholg'uni ham yaratishga muvaffaq bo'ldik. Prima ruboblarida men ko'p paytlar orkestrda ham ishlaganman. Prima rubobchilarni ijro mahoratini ham yaxshi bilaman va o'sha paytlarda ham radioga yozish, ovoz yozish studiyasida shu Nikolay Nikolayevich degan bo'lardilar. Ular aytardilar, primalar, bizga chiroyli musiqiy ovoz beringlar, sizlarning ovozinglar xuddi mana doskaga urganday, stulga urganday, yog'ochga urganday chiqyapti, musiqiy tovush chiqmayapti deganda ular baribir imkon qadar harakat qilishardi. Lekin bunga sabab va kamchilik aynan menzurasi cholg'uning kichikligi tufayli yuqori registrda har bitta pardaga o'sha ijrochini barmoqlari sig'masdi. O'shaning uchun dastagacha yetib bormaslik sababli falsh va noaniq tovushlar, ayniqsa mohirona asarlarda falshlar va suvalib ketishlar, ya'ni aniq notalar eshitilmasligi sabab bo'lardi. Shular mana shu kamchiliklarni inobatga olgan holda biz modifikatsiyalashtirilgan cholg'ularni ham yaratdik. O'shaning uchun ham o'zim dars o'tish jarayonimda ham talabalarga bu narsani tushuntiraman. Ilk g'oya asoschilari aynan 27-yilda Yunus Rajabiyni ilk cholg'ularni modernizatsiyalashtirish kerak, davr talabiga moslashtirish kerak degan mana shu akademik Yunus Rajabiyni taklifi bilan amalga oshirildi va borgan sari har bitta davr boya aytib o'tganimdek o'zini talabi bo'lgandek bu cholg'ularni sahnaga olib chiqishga bo'lgan bo'lsa, modernizatsiya ko'p ovozli ansambl va orkestrlarni tashkil etish uchun olib borildi. Modifikatsiya esa har bitta insonni razmeri, o'lchovi, oyoq kiyimi o'lchovi bo'lgandek cholg'ularda ham aynan o'quvchilarning gavdasiga mos bo'lgan o'lchamdagi cholg'ularni yaratishni davr taqozo etdi. O'shaning uchun mana shu ishlarni hammasini amalga oshirishga muyassar bo'ldik va o'quvchilarga ham, talabalarga ham to'g'ri tushuntirishga harakat qilyapmiz. Juda yaxshi ustoz. To'g'risi quyida bermoqchi bo'lgan barcha savollarga deyarli javob berib o'ldingiz hozirgi paytda. Ustoz, mavzudan biroz chetlashgan holatda ijozatingiz bilan pedagogik amaliyot mavzusiga biroz to'xtalsak, aynan mana shu masalada bir savolim bor. Meni aynan qiziqtiryapti. Bugungi suhbatimiz nafaqat men uchun, balki ushbu sohada faoliyat olib borilayotgan yosh ijodkorlar
hamda ustozlar uchun ham foydali hamda maroqli, qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. Ustoz, savolim nimadan iborat? Hozirgi paytda aynan sizning ko'p yillik tajribangizda ilmiy izlanish va pedagogik faoliyatni birlashtirishdagi asosiy yutuq kamchiliklar, uslubiy muammolar nimadan iborat ustoz? Uslubiy muammolar aynan pedagogik jarayonda shuki, shaxsan o'zim o'zbek xalq chog'larida dars o'tish uslubiyati fanidan o'quvchilarga ma'ruzalar, amaliy va seminar darslarini o'taman. Eng asosiysi hozirgi kunda mana prezidentimiz ham ta'kidlab o'tadilar doim, aynan o'quvchilarni boshlang'ich fundament vazifasi maktablarda qo'yiladi. Aynan o'sha dars o'tish jarayonida o'quvchini gavdasiga mos bo'lgan cholg'uda va postanovka, ya'ni ijro holatini tayanch nuqtalariga asoslangan holda shakllantirsa, o'quvchi yoshligidan to'g'ri yuradi. Bunga oddiy misol qo'yishimiz mumkin. Bola yurayotgan paytda oyog'ini tashqariga yoki ichkariga tashlab yurishi mumkin. Bunda ham o'zimizning boshqa bir nima deydi, o'zimiz o'ylab topgan xususiyatlar borki, oyog'ini tashqariga tashlaydiganlarga oyog'ini chapaqayga kiydirib qo'ysangiz oyoq kiyimini, u to'g'ri yuradi. Chunki bu shaxsiy o'zimning tajribamdan o'tgan. Aynan musiqa maktabiga keladigan bo'lsak, o'qituvchilar hech qachon shoshilishi kerak emas, o'quvchilar shu notani o'rganib chalib ketishiga. Eng asosiysi ularga to'g'ri ijro holatini tayanch nuqtalariga asoslangan holda qo'yib, notalarni hammasini joylashini to'g'ri tushuntirib ijro ettirsa, ayniqsa mana shu postanovkasi to'g'ri qo'yilgan o'quvchi hech qachon soatlab o'z ustida ishlasa ham charchamaydi. Agar biron bir tayanch nuqtasi noto'g'ri qo'yilgan bo'lsa, qo'l siqilishi, oyoq siqilishi, bel yoki yelka, bosh, unda qon aylanishi, nima deydi, noto'g'ri qon aylanishi hisobiga Organizm bilan bog'liq bo'lgan. Organizm bilan bevosita bog'liq. Chunki bu to'g'ri tanlangan ijro holati o'quvchini gavdasiga ham hech qanaqa zarar yetkazmaydi. Noto'g'ri joylangani esa albatta qaysidir organlarni, qaysidir mushaklarni siqilishi natijasida ularni o'z ustida ishlashiga to'sqinlik qiladi. Yana shu narsani ham ta'kidlab o'tmoqchimanki, chunki buni amaliyotda ham sinab ko'rdik. O'zimning o'quvchilarim borib maktablarda dars berganda, ikkita o'quvchi dutorga keladi. Va aytib o'tganimdek, hali bolalar uchun mo'ljallangan dutorlardan maktablar olishmagan. Va yarim yil o'tganda, bilasiz, dutorchilar juda ham eng oson ijro etiladigan, ham ijro, ya'ni shtrixlar jihatidan eng murakkab cholg'u hisoblanadi. Bittasini onasi vrach ekan, yarim yil kelgandan keyin ikkita o'quvchini ham maktabdan olib ketamiz deganda o'qituvchisi aytdi, hamma shtrixlarni o'rganib rosa chiroyli chalyapti-yu qizingiz, nimaga buni olib ketaman deyapsiz desa, menga dutor chaladigan nogiron qiz emas, balki musiqa bilan shug'ullanadigan sog'lom qiz kerak. Ya'ni nimaga bu savolni beryapsiz deganda, o'sha umurtqa pog'onasida mana shu yarim yil davomida qiyshayich, o'ng tomonga qiyshayich paydo bo'lgan, chunki qo'saxonani stulga qo'yib chaladi ijro holati. Qiyshayib o'tirgani uchun o'sha gavdasida ham qiyshayich hosil bo'lgan ekan. O'shaning uchun dutordan olib fortepianoda to'g'ri o'tirib ijro etadi. Bunda hech qanaqa cholg'uni ham o'zgartirishga, gavdani ham qiyshaytirishga holat yuz bermaydi. Unga faqatgina to'g'ri stulni tanlab, bo'yi yetmasa oyog'ini tagiga bir shaklidagi podstavkani, ya'ni taglikni qo'yib ijro etishga to'g'ri keladi. O'shaning uchun ham men aytamanki, hozir ham aytaman, talabalarga ham aytaman, sizlar bo'lg'usi o'qituvchilar. Ularni mana shu kelayotgan yangi avlodni, mana hozir nega prezidentimiz bot-bot ta'kidlaydilar, yangi ovoz egalarini, iqtidorli bolalarni topinglar, ularga sharoit yaratib beringlar. O'zimizda mana shu o'zbek milliy musiqa san'atini rivojiga hissasini qo'shsin deyapti. Bu nimadan boshlanadi? Aynan mana shu musiqa cholg'ularni bolalarning gavdasiga mos keladiganini tanlab topib, o'shalarda dars o'tishga to'g'ri keladi. O'shaning uchun yana ta'kidlab o'taman, aynan modifikatsiyalashtirilgan cholg'ularimiz mana shu postanovkani to'g'ri qo'yib, bolalarni yoshligidan ijrochilikka to'g'ri qadam qo'yish va tayanch nuqtalariga asoslangan holda ijro apparatini to'g'ri qo'yish va kelgusida undan bir mahoratli, iqtidorli sozandalarni yetishib chiqishiga biza turtki bo'lgan bo'lamiz. Xuddi shunaqa. Ustoz, ya'ni bizda hozirgi paytda boshlang'ich ta'limni berishda musiqa savodxonligini bolada shakllantirishda shoshqaloqlik yaramaydi. Ya'ni har bir jihatga e'tibor qaratib, demak, hozirgi paytda ota-onalardan aynan musiqa maktablariga bolalarni berishdan asosiy maqsad bolada musiqa savodxonligi orqali boshqa sohalarga qiziqishi, boshqa jihatlarini ochishdan iborat desa aslo mubolag'a bo'lmaydi. Ustoz, hozirgi paytda shu o'rinda bir savol bermoqchiman. Aynan pedagogik uslubiyot jihatida hozirgi paytda bolalarning qiziqishlari va psixologik holati bilan ishlashda
aynan bizda kuzatilayotgan muammolar va ular bilan ishlashda alohida ko'nikmalar nimadan iborat? Mana qarang, hozir to'g'ri aytdingiz, chunki bolalarni qiziqishi juda ham ko'p bo'ladi. O'sha bolada qaysi san'at yo'nalishiga yoki qaysi fan yo'nalishiga qiziqishi ko'proq bo'lsa, o'sha tomonlama rivojlantirish kerak. Masalan, musiqaga qiziqdimi, cholg'ularni qo'liga oldimi, ayniqsa har bitta cholg'ularda chiroyli kuylarni, ayniqsa bolani qulog'iga tanish bo'lgan multfilmlardan, kinofilmlardan qo'shiqlarni, musiqalarni ijro etib berish kerak, toki ularni mana shu cholg'uga bo'lgan qiziqishini uyg'otish maqsadida. Aslida o'quvchida hech qanaqa qiziqish bo'lmasa ham, mana musiqa maktablariga aslida ota-onalar hammasi muzikant bo'lish kerak farzandim deb bermaydi. Ular shunchaki maktabdan bo'sh vaqtlaridan unumli foydalanish uchun yoki sport maktablariga yoki musiqa maktablariga beradi. Mana shu musiqa maktablariga kelganda unda qiziqishni uyg'otish aynan bizani pedagoglarimizga bog'liq. O'shaning uchun men aytamanki, mana shu meditsina sohasida mediklar bizani sog'lig'imiz uchun sababchi bo'lsalar, biza mana shu o'quvchilarni kelgusi taqdiri uchun javobgarmiz. Mana shu cholg'ularni qanchalik teskarisi ham bo'lishi mumkin. O'quvchi rosa ham qiziqib keldi, o'qituvchi mana shu o'quvchi bilan boyagi pedagogik, psixologik holatdan, umumiy tilni topmasdan, ular bilan nima deydi, xuddi ota-onasiga aytolmaydigan sirlarini ko'pchilik bolalar o'qituvchilariga, ustozlariga aytadi. Shunaqa qilsam nima bo'lar ekan? Ota-onang bilan maslahatlashmadingmi deganimda, yo'q, ulardan sal anaqa qilyapman, siz bilan so'ramoqchiman, keyin borib aytmoqchiman deydigan gaplarni ham aytishadi. Albatta, mana shu o'quvchilarda ham xuddi o'rtog'ingizdek til topishingiz kerak, ularga tushuntirishingiz kerak. Ana o'shanda cholg'uga nisbatan va sizga bo'lgan nisbatan qiziqishi boshqacha bo'ladi. Agar o'quvchi bilan o'qituvchini orasida mutanosiblik, umumiy til, nutq madaniyati yoki so'zlashuv madaniyati o'rnatilmasa, unda dars o'tish ham va o'quvchini qiziqtirish ham juda ham qiyin. Ba'zi bir holatda shularni aksi bo'lib, qiziqib kelgan o'quvchilar ham musiqa maktablarini tashlab ketishga to'g'ri keladigan holatlar ham bo'ladi. O'shaning uchun men tavsiya etardimki, demak siz o'zingizni kasbingizni egasimisiz, aynan kasbingizga fidoyilik nuqtai nazaridan yondashishingiz kerak. Qachonki siz o'zingizni kasbingizni haqiqatan yaxshi ko'rsangiz, o'zingizga o'xshagan yaxshi mutaxassislarni chiqarmoqchi bo'lsangiz, albatta qonun qoidalarga rioya qilgan holda o'quvchiga to'g'ri postanovkani qo'yib, to'g'ri, chiroyli, sifatli va sof tovushlarni chiqarib olganingizdan keyingina bemalol shug'ullanishingiz mumkin. Agar o'sha o'quvchi birinchi sinfdan boshlab qanaqadir xato kamchiliklarga yo'l qo'ysangiz, yo'l qo'ygan holatda u o'rgansa, keyinchalik u kamchiliklarni bartaraf etish qiyin. O'shaning uchun kamchiliklarni hosil qilmasdan, kamchiliklarni oldini olib, to'g'ri ijro holatida ularni ijroga tayyorlashingiz kerak va musiqa maktablarida ularni ijro ko'nikmalarini hosil qilishingiz kerak. Tushunarli ustoz, juda ham yaxshi. Ustoz, men sizga so'nggi savol bermoqchiman. Kelajakda xalq cholg'ulari ilm fanining rivoji va amaliy ijrochilikni uyg'unlashtirishda qaysi yo'nalishlar ustuvor bo'lishi kerak? Bu birinchi savolim. Va aynan hozirgi paytda xorijiy mamlakatlarda o'zbek milliy musiqasini taqdim etishda uchraydigan ilmiy va ijodiy qiyinchiliklar qanday va ularni yengib o'tish yo'llari haqida gapirib o'tsangiz birozgina. Endi mana shu modifikatsiya to'g'risida yana gapirishimga to'g'ri keladi, chunki Leningradda, Moskvada, Ostonada, Olmaotada, Ozarbayjonda bo'lgan konferensiyalarda mana shu modifikatsiyani qaysi bir turlari haqida so'z borganda, ayniqsa Leningradda mana shu konferensiyada qatnashganimda ular juda ham hayratda qolishdi. Haqiqatan sizlarda shunaqa narsalar bormi? Shunaqa narsalarni amalga kiritdinglarmi? Bu bir paytlar o'sha o'rf tomonidan amaliyotga kiritilganidir. O'shandan beri yo'q bo'lib ketuvdi. Lekin men sizlarda chunki birinchi dokladimda, ma'ruzamda men modifikatsiyalashtirilgan cholg'ularni haqida gapirgan bo'lsam, ikkinchi ma'ruzamda rahmatli ustozim Anvar Hakimovich tomonidan maktabgacha ta'lim muassasalari uchun yaratilgan 9 ta cholg'udan iborat bo'lgan g'ilofi bilan bolalar majmuasi haqida va bolajonlarni mana shu cholg'ularda shunchaki emas, balki nota asosida ijro etganlarini jonli ijrolari bilan ko'rsatib berganimda ular turib, modifikatsiyada ham turib chapay chalishgan. 5 ta odam qiladigan ishni bir o'zingiz qilibsiz. Chunki ham konstruktiv o'zgarishlar, ham akustik o'zgarishlar, ham qiyosiy tahlillar, ham professional bilan o'quvchilarning orasidagi farqi va ularning ijrolarini ko'rsatibsiz. Bunda 5 ta yo'nalishda ish qilinishi. Men ularga aytdimki, bu ilk qadam bo'lgani uchun mana shu yo'nalishlarni hammasini men ishimda ko'rsatdim. Kelgusida mana shu modifikatsiya bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarini olib boradigan yoshlar ma'lum bir qismlarni tanlab olib rivojlantirishi mumkin dedim. Bu ularda juda katta qiziqish uyg'otdi va
ikkinchi gal keyingi yili maktabgacha ta'lim muassasalarida ijro etganini ko'rsatganimda ular qoyil qolishdi haqiqatdan va akademik bor edilar, ular akademik aytdilarki Tataristondan hozir familiyalari hayolimdan ko'tarildi. Ular aytdilarki, biza aynan O'zbekistonga borib, aynan O'zbekiston davlat konservatoriyasiga borib va bog'chalariga borib mana shu ijrolarni o'zimiz bilan ko'rib, yana qanaqa amaliy jihatdan amaliyotga joriy qilinishi, ular nazariy tomonlari ularni hammasini o'rganib kelishimiz kerak degan fikrlarni bildirishdi. Hattoki Qozog'istonga birinchi gal borganimda shu modifikatsiya to'g'risida faqat dutor to'g'risida gapirgan edim. O'sha dutorni eshitgandan keyin 4 oydan keyin keyingi galgi konferensiyaga yana shaxsan chaqirishdi. Men aytdim, 4 oy bo'ldi endi bormasam ham bo'ladi, boshqa ishlarim bor desam, yo'q, seni mavzuyingga modifikatsiyaga juda ham bizani o'qituvchilar, talabalar katta qiziqish bildirishdi. O'shaning uchun men senga master klass Saula Isakovna borlar. Ular aytdilar, master klass o'tkazish uchun afishani tayyorlab qo'ydim va konferensiyaga kelasan. Konferensiyada unda Bafoyev asari bo'yicha ma'ruza qilgan edim va konferensiyadan so'ng master klass bo'ldi. Mana shu master klassda uni qanaqa qilganim, nima sababdan qilganim, qanday muammolar mana shu ishni amalga oshirishimga turtki bo'ldi. Chunki ular ham bejizga emas, chunki laboratoriyada 20 yil mana shu rahbarlik lavozimida ishlaganim uchun kursdoshlarim kelib navaramga, qiz bola navaramga, o'g'il bola navaramga shu kichkina hajmdagi rubob dutorlar yasab bergin o'rtoq deb kelishgan. Keyin ularga men tushuntirib o'lchovlarini chizib bergandan keyin ustida ishlab berishgan, ular olib ketishgan. Va oxir oqibat men o'yladim, kimnidir dodalari, buvalari kelib navaralari uchun jon kuydirib o'shalar musiqa san'atiga qiziqish bildirganini ko'rib mana shularga dutorlarni, ruboblarni yasatib bersa-yu, qolganlari nega mana shu g'ovdasiga mos keladigan cholg'uda chalishib kerak emas degan narsani amalga nima deydi, o'zimga xulosa qilib oldim va bu modifikatsiyalar aynan fan va texnologiyalar qo'mitasi tomonidan grantlar e'lon qilinardi. O'sha orkestr masalasi bo'yicha yutilgan grantimni yakuniy natijasi edi va mana shu o'rtoqlarim hamda grantning yakuniy natijasi ikkalasi bir-biri bilan juda mutanosib tushdi va men umuman 1-3 sinf o'quvchilari uchun, 3-5 sinf o'quvchilari uchun alohida cholg'ularni yaratishga maqsad qo'ydim o'z oldimga va bu maqsadni nima deydi, yuqori darajada amalga oshirdim desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki bularni sinovdan o'tkazdik, bolajonlar uni qanchalik quchoqlab olib ularni men seni hech kimga bermayman, chunki katta cholg'uda chalganda o'quvchi qiynaladi, g'ovdasi qiyshayadi va mana shu qiyshayish orqali qanaqadir qiyinchilik orqali o'zini iqtidorini to'liq namoyon eta olmaydi, o'zini cholg'uda erkin his qila olmaydi. Ularni g'ovdasiga mos bo'lgan cholg'uda ular ijro etgandan keyin albatta boyagi aytilgan hamma kamchiliklar o'z-o'zidan bartaraf etiladi. O'quvchi o'zini erkin his qilgan holda mana shu cholg'uda o'zini bor iqtidorini namoyish etishga harakat qiladi va cholg'uda ijro etishga bo'lgan qiziqishi yanada ortadi. O'shaning uchun men bularni ko'rib, albatta ishingiz natijasi ijobiy bo'lsa xursand bo'lasiz. Salbiy bo'lsa qanaqadir kamchiliklarni yana bartaraf etishga harakat qilasiz. O'shaning uchun hozir dunyo miqyosida hamma o'zi azaldan bizani milliy musiqamizga, milliy cholg'ularimizga qiziqish paydo bo'lardi. Hozir modifikatsiyani eshitgandan keyin ularda yanada qiziqish paydo bo'ldi va juda ham mana shu modifikatsiya bo'yicha aynan boyagi birinchi bergan savolingiz cholg'ularni ilk g'oya asoschilari tomonidan davr talabiga moslashtirish, modernizatsiyalashtirish, modifikatsiyalashtirishga bag'ishlangan monografiya yozganman o'zbek va rus tilida va hozir butun dunyo bo'yicha endi bu maqtanish emas, haqiqatni aytsam mubolag'a bo'lmaydi. Ular hamma mana shu kitobda nashr etilishini kutishmoqda. Xudo xolasa albatta mana shu konservatoriyaning 90 yillik yubileyida, kafedramiz yubileylarida ular tashrif buyurishadi. Mana shu monografiyalardan albatta foydalanishadi va sovg'a tariqasida ularni berishim kerak, chunki ularning hammasi mana shu barcha butun dunyodagi xalq cholg'ulari bilan qiziqadigan, xalq cholg'ularida ijro etadigan mutaxassislarning hammasi mana shu ishimni o'qib ko'rib, o'zlarini taqrizlarini yozib berishgan va kerak bo'lsa juda ko'pchilik kelib ishingiz monografiyani chiqargandan keyin bizani davlatimizda ham bizani cholg'ularimizni modifikatsiyalashtirishga yordam berasiz degan umidda bizni kutishmoqda. Albatta. Aynan bu kunni juda ham ko'pchilik kutyapti desam mubolag'a bo'lmaydi. Sababi siz bilan oxirgi suhbatda aynan mana shu kitob masalasida gaplashgandingiz. Xudo xolasa qolamiz.
Albatta ustoz, bugungi suhbatimiz juda ham yaxshi bo'ldi, kutganimdan ancha yaxshi. Ajratgan vaqtingiz uchun sizga alohida yana bir bor rahmat aytmoqchiman ustoz. Sog' bo'ling. Biz kabi yoshlarni tarbiyalashda, ta'lim berishda hech qachon charchamang ustoz. Salomat bo'ling yana bir bor. Yana men so'zimni nihoyasida shuni qo'shib o'tmoqchi edim. Mana sizlar ham hammanglar shu yerda o'qib, shu yerda mana bitiryapsizlar. Yoshlarga tavsiyam shunaqa ediki, o'z kasbingizni fidoyisi bo'ling. O'z kasbingizni eng oldi qatorlarda yuring. Hech qachon o'rtada yoki oxirida yurmang. Chunki siz mana shu cholg'ularni yaxshi o'rgandingiz, ijro etdingiz. Cholg'udagi xato, kamchilik va ularning yutuqlarini faqatgina eng yaxshi biladigan inson faqat sizsiz. Shu o'rinda yana men ozarbayjonlik musiqashunos, falsafa fanlari bo'yicha, san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa doktori Zumrud Dadashzodaning so'zini keltirmoqchiman. Chunki 25-yili Qozog'istonda konferensiya birgalikda uchrashdik va ular mendan oldin ma'ruza qildilar, keyin men ma'ruza qildim. Menga juda ham yoqqani, ular ham aslida oldin pianino chalgan, keyin musiqashunoslik yo'nalishi bo'yicha o'zlarini faoliyatini davom ettirgan va ular aytdilar: faqatgina musiqachilar, ular musiqa madaniyatining tirik targ'ibotchilari. Va faqatgina musiqachilar, ijrochilar, boshqa hech kim musiqa cholg'ulariga yangi hayot baxsh etadi dedi. O'sha ularning fikrlari menga juda ham yoqdi. Qay ma'noda? Haqiqatan только музыканты исполнители живые носители культуры dedi. Musiqa san'atini tirik namoyandalari, tirik tadqiqotchilari, tirik davomchilari bu muzikantlar sizlarga o'xshagan. Только музыканты, исполнители могут посвятить новую жизнь. Aynan mana shu o'zimning modifikatsiyalarimga buni to'g'ri keltirdim, mutanosib tushdi. Chunki haqiqatan cholg'ularga yangi hayot. Chunki talabalar uchun, professional sozandalar uchun cholg'ular bor edi, lekin maktab o'quvchilari, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun cholg'ular yaratilmagan edi. Mana cholg'ularga qanaqadir yangi hayot baxsh etdik, bu yangi cholg'ularni yaratdik. Professional va talabalar uchun modifikatsiyalashtirilgan cholg'ularimiz mana shu bor qadimiy cholg'ularimizga qanaqadir yangi hayot baxsh etganidan dalolat beradi. Mana shu narsani ular tushunib yetganligi meni juda ham quvontirdi. Juda ham yaxshi. Va istardimki, sizlar ham har biringlar o'zingizlarning cholg'inglar bo'yicha uni xato kamchiliklari, ijrodagi muammolar va yutuqlarni nima deydi, namoyon etishga, muammolarni bartaraf etishga va o'zingizni kelgusi yosh avlodning tarbiyasida mana shu yutuqlarni amalga oshirib, O'zbekiston milliy musiqa san'atining rivojiga o'z hissanglarni qo'shishinglar kerak deb bilaman. Albatta, xudo xolasa inshaalloh bu borada siz berib o'tgan tavsiyalardan kelib chiqqan holatda xudo xolasa ustoz. Rahmat, ustoz yana bir bor salomat bo'ling. Salomat bo'ling.